dostlar. Bugün biz sizlerle vaqt birligimen tanışamiz. Videoni to'liq qarab, like, komment yozib qo'yingizlar. It is 5:22. 2 deganimiz qoldi. Past deganimiz ketdi. Quarter deganimiz 15 minut. Half deganimiz 30 minut. It is 5:12. Soat 12ga 5 minut qoldi. It is 3:30. Soat 3:30 bo'ldi. It is 4 o'clock. Soat 4 bo'ldi. O'clock deganimiz bo'ldi. Misoli, it is 3 o'clock and 6 o'clock. Soat 3 bo'ldi, ya'ni 6 bo'ldi. It is 20 past 6. Soat 6dan 20 ketdi. It is 3 o'clock. Soat 3 bo'ldi. It is 4:30. Soat 4:30 bo'ldi. It is 10 past 10. Soat 10dan 10 bo'ldi. It is 2:30. Soat 2:30 bo'ldi. It is 6:45. Soat 6ga 15 minut qoldi. It is 2:30. Soat 2:30 bo'ldi. Agar video yoqsa, like bosib, tikilib qo'yingizlar. Sog' bo'linglar.